Xo'sh, salom bolalar, tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugungi videoda men yana Shaxo. Bolalar, bugungi videomiz bilasizlar, Imperiya. Buni previewsdan ham bilib olgan bo'lsanglar kerak. Ko'rganlar bo'lsa, biz uje maktab qurib, огородlar qurgandik, lekin mana bu yerda nima deydi, ular yo'q ekan. Hali bizda nima deydi? Огород qiladigan fermerlar yo'q ekan. Shuning uchun biz o'zimiz buni qurib, ya'ni ekib chiqamiz bolalar. O'tgan videoda buni qurgandik. Ko'rganlar biladi, ko'rmaganlar birinchi, ikkinchi qismini ko'rishingizni tavsiya beraman. Videoni tushunib olishinglar uchun. Xo'p, biz hozir mana shuni ekib chiqamiz. Sizlarga yangiligim bor. Nima sizlarga yangilikmi, yangilik emasmi? Uni keyin bilib olasizlar. Bolalar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan zo'r videolar olaveramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, birinchi mana bularni ekib olaylik. O'sgandan keyin fermer jitirlar ham bo'ladi bizda. Shu aholimiz ko'payib boshlamoqda. Hamma joyga ekib bo'ldim. Golem negadir joni urinib ketdi. Bolalar, sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Uzr, bosib ketdi. Xo'p, ketdik. Hozir sizlarga ko'rsataman bolalar. Bu yomon xabarmi, yaxshi xabarmi bilmadim. Bolalar, bizning mana bu do'stlarimiz ekan. Mana bu binodagi askarlar va bino u yerni mana ko'rganlaringdek bosib oldi. Ko'rib turibsizlar. Pillagerlar, xavfli askarlar bosib olgan. Biz ularga yordam berishimiz kerak. Xo'p, biz nima qilamiz bolalar? To'g'ri, armiyamiz kichkina. Xo'p, bu yer nima xona? Hello guys, I am the guy who will eat structures. Xullas, bir ovqat yeyish xonasi. So guys, короче shunday. Xo'p, biz bu yerdan tekshirib chiqishman, askarlar yashirinib o'tiribdi, jang qila olishmayapti. Ya'ni hammasi tepaga chiqib ketishyapti. Xo'p, qurollar bor ekan. Bolalar, biza yordam berishimiz kerak xullas. Tushunasizlarmi? Bular chunki bizlarning do'stlarimiz ekan. Bular shunday bir ahvolda qolib ketgan bu bino. Biza bularga yordam berishimiz kerak. Xullas, qo'shinimiz kam bo'lsa ham olib kelamiz. Xo'sh. Birinchi navbat bizdan aniq mablag' ketadi. Bizda ham mablag' kam, bilasizlar. Xo'p. Nima qilamiz? Aholimiz ham askar ko'rdim hozir bu yerda. Mana. Xo'sh. Biz yordam bera olamizmi? Xo'p, demak, TNT. Biz havodan hujum qilamiz bolalar. Chunki hozir bizda qo'shin olib borish sal muammo bo'lishi mumkin. Keyin o'zimizni kim himoya qiladi? Xo'sh, mana TNT portlatib, ularni yakson qilamiz va do'stlarimizga yordam berishimiz kerak. Xo'p. Normalli zarba beramiz ularga biz. Faqat binosiga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Lekin bino buzilishi mumkin bu TNTlarda. Aytgancha suvda ta'sir qilmaydi bu. Qachon portlaydi? U ta'sir qilyapti. Xo'p, bola boshqa joydan portlatamiz agar. Xo'p. Mana biz ularni shu yerda yo'q qilib yuborishimiz kerak. Bilmadim, bu bizga foyda olib keladimi yo zarar olib keladimi? Portla. O'ldirdik. Endi mana bu qo'shinni ham yakson qilsak.
O'sha bolalar biza urush shunisiga qo'shildik va bizda endi bizga ham hujum qilishlari mumkin. Hamma joyga bomba tashlayapmiz, ko'rgan bo'lsanglar. Yana nima yordam beraymi yoki hali rivojlanib yoki o'zlari eplasin desangiz kommentariyalarda izohlarni kutib qolaman. Hammani har xil izohi bo'ladi. Bir xillar yordam ber desa, boshqalar yordam berma, o'zingga yordam kerak-ku deb aytishadi. Xo'p, bola ko'ramiz nima bo'ladi bu yerda. Baribir kuchimiz yetmaydi, adashmasam. Binosiga zarar yetishi mumkin. Bular kuchli armiya ekan, qaranglar, qurolli. Bola, meni fikrim bo'yicha bu videoni to'xtatishim ham mumkin. Ya'ni olib bora olmasligim ham mumkin. Agar sizlar motivatsiya bersanglar, cho'tki modlar bilan ya'ni bu imperiyamizni davom ettiraman. Agar motivatsiya tushib ketib, aktivlar tushib ketib bo'ladigan bo'lsa, kerak emas bolalar, to'xtataman videoni. Yangi sizlarga yoqadigan video chiqarishga harakat qilaman. Hozir esa tong otsin, uxlaylik. Kelinglar, balkim bir katta bomba portlatsa yaxshi bo'lib ketar hammasi. Nima dedinglar bolalar? Uni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Tasavvur qilinglar, hozir men shu katta bomba qurib, shu yerlarga va villagerlarni yo'q qilib yuborishga bizani mablag'imiz ham yetmaydi, kuchimiz ham yetmaydi. Hozir hisob-kitob bo'yicha biz 30 dan oshmasligi kerak bombalarimiz, chunki qarzga kirib ketishimiz mumkin. Urushning oqibati yaxshi emas, bilasizlar. Значит, nima qilamiz? Albatta qilichda hujum qilamiz. Xo'p, har xilcha qilichlar bor ekan. Biz mana shu yo'q, mana bu toporni tanlaymiz. Qani ketdi jang. Uronni qanchalik tez oladi? Uronni olishini bilmadim, lekin o'ldirmayapti ham. Bu yerda nima yuz beryapti? Nega bular qilisha olmayapti? Balki askarlarini chiqarsak yaxshi bo'lar-a, bolalar. Hozir askar, ya'ni qo'yishimiz kerak uning uchun. Ana ko'rak, eshitgan bo'lsalar o'ldirib yuborishmoqda. Xo'p, qo'yamiz. Shu askarlar adashmasam yaxshi jang qilsa kerak. Qirib tashlasin kerak bo'lsa. Menga uncha pillagerlar yoqmaydi. Hammanga o'lim ablahlar deymizlarga bularni qo'yamiz. Endi nima deydi? Jitillar ham kuchaydi. Ularning armiyasi bor. Lekin keskinlik bilan o'ldirishmoqda jitillarni. Xo'p, urush davom etadi azizlar. Ular nima tomonlama? Qurol bo'yicha kuchli aslida. Villagerlar ulardan kuchliroq deb ataladi. Lekin qurolli bo'yicha, aql bo'yicha villagerlar kuchli, qurol bo'yicha villagerlar kuchli bo'ladi. Xo'p, unda nima deydi? Yaxshiroq bir qurolga ega jitil qo'ysak nima bo'ladi? Agarda mablag'imiz yetsa, Spam villager Heller qurolli villagerlar yo'qmi?
Mana kamonlilardan qo'yamiz bolalar. Keyin mana bular nima qilishini bilmadim. Yordam berib qolar bular ham. Ha, tushunarli damlama otishar ekan. Urush qaqshatqich bo'lishi kutilmoqda bolalar. Ishonamiz villagerlarga. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Xo'p, qurolli jetillar yo'qmi? Spawn villager, Lego soldier. Xo'p, Spawn golden lucky chest. Spawn villager clamper shu. Free handle yo'q, o'kin emas. Xo'p, mana xullas jang cho'tki. Villagerlar kuchayib bormoqda va pillagerlarni hovliga maymunlar yig'laydi. Ikkita tuyaga 2 kishi minib kelmoqda bolalar. Qirib tashlashdi bolalar mana. Hujumga. Xo'p, bolalar biza bu videoni davomi chiqishi uchun sizlar kommentariyaga chiqsin deb yozib qoldiringlar. Bo'lmasa men bu videoni tugataman. Bu urushda davomini ko'rmoqchi bo'lganlar chiqsin deb yozsin. Men o'shanga qarab chiqaraman. Bo'ldi, adashmasam video shu yerda tugaydi. Xo'p, bir imperiyamizga qarab kelaylik. Hamma tomoni yaxshimi? Pillagerlar yordam berayotganimizni ko'rib, bizlarga hujum qilib qolmasa yana. Xo'p, bolalar, shu yoqqacha kuzatganlarga rahmat kattakon. Sizlarning ham omadinglarni bersin. Xayr salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Agar urushda davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar, chiqsin so'zini yozib qoldirasizlar va men uni o'qib ko'ramiz. 3 tagacha chiqsin yig'sak, ya'ni chiqsin degan 3 tagacha komment yozsa, mayli chiqararman, xudo xolasa. Mayli, omadinglar bersin, inshaalloh 2000 taga yaqinlashib qoldik.